Og'izda erib ketadigan ko'mir patta retsepti bugun dasturxoningizda. Iludan salisuv sutimizga dro'ji, shakar, tuz qo'shib yaxshilab aralashtirib olishdan boshlaymiz. Aynan svalyani slivichniy maslolar bilan yana ham mazaliroq. 2 osh qoshiq eritilgan qo'y yog'i, 3 ta tuxum sarig'i etgancha qo'y yog'i siz umuman hidi kelmaydi, qo'rqmang. Ofitsialniy halol sertifikatiga ega bo'lgan svalyani qaymog'idan qo'shib yoramiz. Aynan qaymoq qo'shganingizda patrili ko'mir bo'ladi. Suv masamizani yaxshilab aralashtirib, ozgina-ozginadan un solib xamir qoramiz. Xamirimizni 3 soat oshirishga olib qo'yamiz. Videoning tagida nimani necha grammdan solganimni yozib qoldirganman. Aytgancha yong'oq bilan magiz xohishga ko'ra busiz ham qilsangiz bo'ladi. Zuvalamni 6 ga bo'lib oldim. Xuddi videoda ko'rsatilgandek ehtiyotkorlik bilan xuddi shunaqa shakl berib chiqamiz. O'rtasini chakishda yaxshilab bosinglar, bo'lmasam ishib ketadi. 180 gradusda 40 minut duxovkaga yubordim. To'g'risini ayting, ishtahangiz hozirdan ochilib ketgan bo'lsa, layk va kommentariy hammanglardan kutib qolaman. Bilasizlar, bu men uchun o'zgacha motivatsiya. Bolaligim esimga tushib ketdi. Yoshligimda buvijonim issiqqina nonga qaymoq surib berardi. Nega aynan svalyani qaymoqlarini tavsiya qilaman. Umuman hidi yo'q. Qaymoq iste'mol qilmaydigan odam ham yevoradi. Gap bo'lishi mumkin emas. Olinglar.